Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda biz bilib olishimiz kerak bo'lgan narsalar session va ketek session bo'ladi. Vazifamiz esa session nimaligini bilib olish. Ketek session bilan ism so'raydigan, yosh so'raydigan botni yasash. Ya'ni session bu ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlash uchun joy, ya'ni botdan keshlar saqlab olish vaqtinchalik joy deyiladi. Biz yerda botimizdagi ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin. Bugungi darsimizda shuni ishlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib kerakli kutubxonalarni o'rnatib olamiz. Hammasi o'rnatildi. Package sistemga kiramiz. Ishlayapti. Endi botimizni chaqirib olamiz. Buning uchun const token yaratib olamiz. Bundan oldin esa bu yerga .config deb yozib olamiz. Va bu yerga proxies .token deb yozamiz va bu yerda token yaratib olishimiz kerak. Ana ko'chirib oldik. Endi botni ishga tushiramiz. Birinchi deb funksiya ishlatamiz va agar xatolik bo'lsa bot ishga tushmadi, bot ishga tushdi. Endi esa bot.start endi command orqali botimizni yozib olamiz. Salom, botga xush kelibsiz. Endi esa biz session orqali ism, familiyani so'rab olishni kiritamiz. Misol uchun birinchi bo'lib biz sessionni chaqirib olishimiz kerak va uni botimiz orqali ishlatib olishimiz kerak. Bu yerga session chaqiramiz va bu yerdan mana bot yaratganimizdagi bot.use session deb yozib olishimiz shart, chunki biz botimiz orqali session ishlatib olishimiz kerak. Bir marta session ishlatib olganimizdan so'ng uni
ishlatishimiz mumkin xohlagan joyimizda. Buning uchun birinchi markab kutubxonasi orqali tugma yaratib olamiz. Ro'yxatdan o'tish va kirish. Endi esa botimizni sinab ko'ramiz. Ko'pdangiz ishlayapti, lekin mana bu yerda botimizda tugmalarni kichraytirib oldik va ro'yxatdan o'tish kirish. Endi esa biz ro'yxatdan o'tishda ism, familiya, yosh, telefon raqam so'raymiz. Kirishda esa telefon raqam va kod, parolni so'raymiz foydalanuvchini. Masalan, biz kodimizni yozishni boshlaymiz. Biz bu tugmani bosganimizda bu tekst sifatida jo'natilgani uchun biz bunga bot.on message deymiz. Bu yerga funksiya yaratib olamiz. Kechda ishlash orqali biz kodimizni o'chib qolishdan saqlashimiz mumkin. Shuning uchun ham har bitta funksiyada kech ishlatganimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endi bu yerda tekstni chiqarib olamiz. Buning uchun text.message.textdan foydalanamiz. Buni oldingi darslamizda ham ko'rishingiz mumkin va user ID'sini ham olamiz. Biz foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan user ID'ni ham kiritamiz. Bizga kerak bo'ladi. Bu yerda tekst ro'yxatdan o'tish bo'lsa, bizda stepga o'tadi va buni mana bu yerda saqlab olishimiz mumkin. Session.step registration name, ya'ni ismni olishni saqlab olishimiz mumkin. Agar registration name bo'lsa, biz foydalanuvchini ismini sessionga saqlab qo'yishimiz mumkin. Vaqtinchalikka. Va bundan keyin .step endi foydalanuvchining yoshini olamiz.
text.reply yoshingizni kiriting. Age bo'lgandan keyin endi esa biz telefon raqamini so'raymiz va shu yerda registratsiyani to'xtatamiz. text.session.age text va mana shu yerda bitta narsani kiritib olishimiz kerak. If is none pass init text. Agar yosh raqamda bo'lmasa, iltimos yoshingizni raqam bilan kiriting degan so'z chiqadi. Agar raqamda bo'lsa, biz progressni davom ettirishimiz mumkin. Stepni non qilib olamiz. Ro'yxatdan o'tgan ma'lumotlarni o'zga chiqarib beramiz foydalanuvchiga. Endi esa botimizni tekshirib ko'ramiz. Start komandasini beramiz. Salom, botga xush kelibsiz. Ro'yxatdan o'tish. Ko'rib turganingizdek, cannot set properties of undefined step. Session'ni ko'rmayapti. Buni to'g'rilash uchun mana yerga pod.on message deb yaratib olamiz va if deymiz. text.session bo'lmasa, text.session'ni array qilib yaratdi. Obyekt qilib yaratdi. Hammasi bo'lgandan keyin keyingi funksiya. Botimiz ishga tushdi. Endi tekshirib ko'ramiz. Start, ro'yxatdan o'tish. Ismingizni kiriting. Familiyangizni kiriting. Jumaboyev. Yoshingiz. Mana ko'rib turganimizdek ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlandi. Ism Azbek, familiya Jumaboyev, yosh 19. Endi telefon raqamini olamiz. Buning uchun biz mana bu yerda o'chirib tashlashimiz kerak. Yoki text.reply. Bu yerda biz telefon raqamingizni kiriting demaymiz. Iltimos telefon raqamingizni jo'nating. Mana ko'rib turganimizdek, endi ro'yxatdan o'tish to'liq yakunlandi. Buni boshqadan tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun start beramiz va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ismingizni kiriting. Va bu yerda yoshimizni tekshirib ko'ramiz. Misol uchun harf jo'natib ko'ramiz. Iltimos yoshingizni raqam bilan kiriting. Mana ko'rib turganimizdek, kodimiz ishladi. Va raqamni jo'natish. Mana ko'rib turganingizdek, telefon raqamimizni saqlab oldik.
Endi telefon raqamini saqlaganimizdan so'ng mana bu telefon raqamini jo'natish turibdi. Endi bu narsani o'zgartirib qo'yamiz. Buning uchun mana bu yerda mana ko'rib turganimizdek session orqali biz ismni oldik, familiyani oldik, yosh va telefon raqam. Bu orqali biz Gmail ni ham olishimiz mumkin, elektron pochtani, yoki bundan tashqari boshqa ishlarni ham qilishimiz mumkin. Bu vaqtinchalik saqlash xotiraga. Endi esa biz buni bu ma'lumotlar orqali kirishni ham qilishimiz mumkin. Bundan oldin bu ma'lumotlarni foydalanuvchiga saqlab olamiz. Bu darsda biz faqat sessionni ishlatganimiz sababli FS orqali mana bu yerga JSONda saqlaymiz hamma ma'lumotlarni. Lekin ma'lumotlarni JSONda saqlash tavsiya qilinmaydi. Shuning uchun ham MongoDB yoki SQL da saqlash maslahat qilinadi ma'lumotlarni. Biz FS orqali ma'lumotlarni o'qishimiz yoki yaratishimiz mumkin. Buning uchun fs.read va ma'lumotlarni yozishimiz ham mumkin. Sevlada endi esa boyagi ma'lumotlarni saqlab olamiz. Yuzdan olingan ma'lumotlarimizni saqlashimiz kerak mana bu yerda. Mana. Endi esa kodimizni ishlatib ko'ramiz.
yotishga tushdi. Endi ma'lumotlarimizni saqlab olamiz. Ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlandi. Ko'rib turganimizdek muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi mana ism Azbek, last name Jumaboyev, yoshim 19, fon nomer, telefon raqam. Va bu yerga Telegramni ham kiritib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun mana bu yerda text.session. id text.from.id. Shu orqali biz bitta userni 2 marta saqlanib qolishdan to'xtatishimiz mumkin. Agar bitta user 2 marta saqlanib qolgan bo'lsa, bizda ko'p xatolar bo'lishi mumkin. Xatolarni oldini olishimiz kerak. Mana ko'rib turganimizdek id mavjud. id mavjud emas, id mavjud bo'lmagan o'chirtashimiz. Va bu yerda ro'yxatdan o'tishni tekshirishimiz mumkin. Mana userlar ichidan qidiradi. Agar shu id chiqsa, siz allaqachon ro'yxatdan o'tgansiz. Qani tekshirib ko'ramiz. Start. Ro'yxatdan o'tish. Siz allaqachon ro'yxatdan o'tgansiz. Endi biz kirish orqali ma'lumotlarimizni olishni qilib ko'ramiz. Mana bu yerda mana shuni tagiga else if kirish deb yozamiz. Ya'ni tekst shunga teng bo'lishi kerak. Birinchi bo'lim mana bu yerda biz user id orqali qidirib olamiz. Agar user id bo'lsa, o'sha user id ma'lumotlarini bu yerda chiqarib Agar user bo'lmasa, siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak deb bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xush kelibsiz. Azbek. Ism, familiya, yosh, telefon raqam. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar taklif yoki kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha